rosa ko'pchilik qizlar mendan nima ishlatasiz, qanaqa kosmetikalardan foydalanasiz deb ko'p so'raysizlar qizlar. Hozir men sizga mana bu kosmetikam ichida nimalar borligini va nimalardan foydalanishimni ko'rsataman. Kosmetikam o'zi kichkina demang bizni degan kosmetikada chunki ichiga juda ham ko'p narsa sig'adi. Buni ichida eng zarur, eng birinchi ishlatadigan narsalar bor. Bulardan birinchisi yozgi mavsumda SPF. Bu sepiladi. Har 4 soatda. Hop, keyin Dior va Chanel ranglarga ahamiyat beringlar. To'g'ringlar, fiyolет ranglar. Meni eng yaxshi ko'rgan pomadam TO bu imnoy kelgan zakazga rangini qaranglar. Tush Chanel internetdan zakaz qilaman. Boshqa tush menga to'g'ri kelmaydi, allergiya beradi. Shuning uchun buni ishlataman. Qalam va kistочкalar bu lab uchun, bu ko'z uchun. Artista. Tonalniy va highlighter. Mana shu ko'rsatgan narsalarim yordamida men 10 daqiqada makiyaj qilib keta olaman. Sizchi odatda makiyaj qilish uchun necha daqiqa vaqt sarflaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.